Mana shunda chechilib turgan polo etish, polo etalaydigan qizlar uchun intayin oson tomoq bo'lsa, polo etanmaydigan qizlar uchun bir qiyin tomoq deyman. Qanamsa bugun birlikda mush polo etanmaydigan qizlar uchun alayda quvvatli ham yeyishlik bo'lgan chechilib turgan polo etishni olib keldim. Qanmasmon birda yurak berayotgandan keyin davomiga diqqat qilinglar. Avval o'zimizning ehtiyojga qarata muvofiq guruch elib olgandan keyin guruchimizni yuvib olamiz. Guruch yuvgan vaqtida bir nuqtaga diqqat qilamiz do'stlar, ya'ni guruchni uglab yumaymiz. Yenik alqanimizni silashtirib yuvib olsak bo'ldi. Andin ilman suvga guruchimizni chilab qo'yamiz. Bundan boshqa o'zimizning yaxshi ko'rishga qarata oldin chilab tayyor qilib olgan no'qot va kishmishlarni tayyor qilib olamiz. Ana videoda ko'rsatilgandek muvofiq go'shtlarimizni to'g'rab tayyor qilib olsak bo'ldi. Men bugun anjam polo qilgan bo'g'ashqa go'shtlarimni uchoqroq qilib to'g'rab tayyor qilib oldim. Undan boshqa yana piyoz, sabzilarni mush qalamchalarni to'g'rab tayyor qilib oldim. Materiallarimizni videoda ko'rsatilgandek taxlab olgandan keyin qazimizga muvofiq miqdorda moy qo'yamiz, ya'ni dumlaydigan polorimizniki miqdoriga qarata moy qo'ysak bo'ldi. Men bugun 2 chini polonikiga 1 piyola atrofida moy qo'ydim. Ana go'shtimizni silib, go'shtimizni toz uzunroq pishirib olamiz do'stlar. Yog'da qancha uzun qo'rsak, shuncha yeyishlik bo'ladi. Hamda go'shtimizga muvofiq miqdorda tuz silib, go'shtimizni bir qo'rib olgandan keyin piyozni silib, piyozni bir aralashtirib olamiz. Keyin sabzini silib, sabzini bir 2 minut atrofida qo'rib olgandan keyin o'zimizning ehtiyojga qarata muvofiq yana bir sabzi chilashgacha suv qo'yib olamiz. Suvga o'lcham qilmadim do'stlar, yana sabzi chilashgacha suv qo'yib olsanglar bo'ldi. Buningki o'lchami keyinda bo'ladi. Endi qazimiz toza bir qaynab olgandan keyin tuz damini tetib olamiz. Keyinda muvofiq miqdorda shakar, azroq ezilmagan zir silib, bularni bir aralashtirib o'tgandan keyin tayyorlab olgan no'qtimizni silib, buni bir aralashtirib olamiz. Endi qazimizningki suyining ajjaqligiga qarata yarim chin atrofida suyini oldin ep qo'yib turamiz do'stlar. Bunda bo'lganda poloning suyini yaxshi tanishmaydigan do'stlar, bir sinab yiqinglar, guruchlar shuncha yaxshi dumlindi. Videoda ko'rsatilgandek mana guruchimizni shunday shalat silib yeyib olgandan keyin guruchimizningki shu suyiningki tanishish ahvoliga qarata agar chilashmagan suy oz bo'lib qolgan yerlarga bayatdan evatgan suyimizdan tayshi yeyib turib guruchimizni bir qaynatib olamiz do'stlar. Ya'ni ko'rganinglardek poloning suyi to'kkan qadar bir qaynatib olgandan keyin ustiga ezilmagan zira va quruq kishmishlarimizni muvofiq chechayotgandan keyin 25 minutdan 30 minut atrofida dumlab olsaqlar bo'ladi. Intayin yeyishlik bo'lgan chechilib turgan uzunlik qimati yuqori polorimizni tayyor bo'ldi do'stlar. Qansizlarmi oilada o'z qo'linglar bilan mushg'ul usulda polo qilib beqinglar. Polo etanmagan qizlarmi maqtanib ketisizlar. Agar mazmunimni yoqtirgan bo'lsanglar yurak besib, inkas rayoniga meni qo'llash yuztinchi haqsiz gulronlarni yo'llab qo'yishinglarni tuvanchilik bilan so'rayman.